Nima qilyapsan o'g'lim? Qara hayvonlar. Qara hayvonlar ko'rdingizmi? Ha, shu hayvonlar o'ynayapsanmi? Boshqa ish qilmayapsanmi? Nega miraz desam qaramaysan? Chaqirsam? Men senga miraziz dedim-ku. Siz menga. Ha? Bunda takida demesi topolmadingiz menga. Nega topolmayman? Sen nega yashinib olding o'zi? Nima ayb qilding? Nima ayb qilding? Ha? Berchi ko'raychi qo'lingdagini. Tarlika o'ynayapsanmi? Bu kattamamdiki. Kattammaydikimi? Kattamam tashlab ketibdi. Kattammang tashlab ketdi, sen topib oldingmi? Ha. Biz sovuqqa sovqatib qolasan. Chiq nargi uyga o'ynaysan. Tushir. Mana ko'rsam to'xtamaydi bu yerga. Oy tavba, chiq miraziz. Tarelkani ham olib chiq. Voy tavba. Shu yerga yashirinib o'tirdingmi bolam? Otang meni topolmasin-da. Otang seni topolmasin? Men miraziz deb chaqirdim-ku seni. Sen nega indamading? Siz meni taqirsinda. O'g'lim, kel, siz kelaman-ku sizga. Men hozir chaqirdim, indamading-ku. Stullar tagini ko'rdim. Yotib ko'rdim. Onajon, men bu yoqdaman demading-ku. Ha, boshqatda aytayman. Endi boshqatdan qachon aytasan? Men seni urishmayman-ku. Urishamanmi? Yo'q. Urishmayman-ku. Onajon, men shu yerdaman demaysanmi? Men seni hadeb vonalarni izlab yotman, pardalarning orqasini izladim, stullarni tagini ko'rdim. Sen indamading-ku. Oxiri chiqib ketib qarasam, shu yerda ham ko'raychi desam, ko'rib qoldim. Nega sen yashinib olding? Mishtirojiz bilan oyog'ini ko'rib qoldim. Oyog'ingizni ko'rib qoldim. Qo'l chiqarib qoldimmi? O'g'lim. Sen unaqa yashinib olmay, meni qo'rqitib yuborasan-ku. Onajon, mana bu tarelkani o'ynasam maylimi desang, men yo'q demayman. Ona. Ha? Shokolad. Qayerda shokolad bor ekan? Ana, hakata shkafda shokolad bor. Qachon ko'rding shokoladni? Ko'rdim. Qachon ko'rding? Qayerdan ko'rding? Shkafda ko'rdim. Yo'q-ku u yoqda shokolad. Ochib ko'ribsan-ku. Hozir bitta ochib kerakchi. Ochib ko'rchi, yo'q shokolad u yoqda. Ana, shokolad tepada. Qayerda shokolad? U yerda shokolad yo'q. Ana, tepada. Sen u yoqqa chiqmagin. Mana qulab tushadi. Oynasi tegib ketadi. Trimani. Ana. Buni mehmonlar kelsa, mehmonlarga qo'yamiz o'g'lim. Eshitdingmi? Mehmonlarga beramiz. Buni senga berib qo'ysam, ertaga mehmonlarga nima qo'yamiz? Keyin magazinda bosib. Magazinda? Bu yoqqa kelsa, qayerda magazinda bor? Ona. Ha. Katta magazinga borib, ochib, kirib, yopib, yukni qo'yib, chiqib, mening qayerda? Magazinga pul bersang beradi-da. Kirib, Pul bermasang qayerda beradi magazinda? olib, qo'yib qo'yamiz. Qo'yib qo'yamiz.
Pul yo'q-ku. Pulni qayerdan olamiz magazinga? Magazinga pul bersang, magazinchi "Men ol" deydi. Pul bermasang qayerdan oladi? Sen menga nima deyishing kerak edi? Ha? Nima deyishing kerak edi? Rahmat. Rahmat, aytmading-ku. Rahmat neda? Ha, yuzimni o'pib qo'ychi. Xo'p, endi bundan keyin chiqib olmagin, xo'pmi? Xo'p. Yostiq qulab ketadi. Trimo qulab ketadi ustingga. Xo'p? Xo'pmi? Xo'p. Pardaga teginma. U kresloga o'tiradi. Nargisiga sovuq, chiq tashqariga. Bolama. Miraziz. Keling aka shokolad yeymiz de. Maqsad aka de. Masaka. Mana de. Ana. Keling yeymiz de. Tinimas. Maza qilib yeyapman de. Masaka. Ayva de. Ayakana. Ha? Yumkana. Kim? Ayak. Akang yallamada-ku. Sen yallamalikmisan? Ha? Akang yallamalikman demadi. O'zbekistonlikman dedi. Sen qayerliksan? Men O'zbekistonlik. Yallamama. Uyat. Uyat bo'lib ketdi. Ayva qilib qo'y.